Yaxshimisiz? Obbo, yanasanmi? Obbo emasman, Murodman. Bilaman, bu yerda nima qilyapsan? Turibman. Anhor bog'iga nimaga kelding deyapman? Oyim aytdilar, siz bilan yarashishim kerak ekan. Mayli, oila hurmati imkon beraman. Ketdi. Qaqqa? Aylanamiz. Nima qidiryapsiz? Oyim aytdilar, qizi tilini topgin deb. Tilimni topa olmaysiz, bu yurishdi. Tezroq yuraymi? Shart emas, 6-iyun kuni ko'rishinglar, hozir shoshib-o'tdim. 6-iyun kuni shoshmaysizmi? Yo'q, chunki Markaziy Osiyoda birinchi marta o'tkazilayotgan gigant popkorn shousi bo'ladi. O'zi o'ta olmaydimi? Kim? Shou o'tkaziladi dedingiz-ku? Bo'ladi deyapman, 3 metrli popkorn qutisi, 100 kilolik popkorn, 1 milliondan oshiq jo'xori donachalari. Zo'ru. Jo'xori donachasimi? Shou. Unda jo'xori nimaga kerak? Popkorn shou-ku, hamma popkorn idishlarini tagiga raqamli chiptalar bekitiladi. Hamma idishlar tarqatib bo'lingandan keyin Lotatron orqali qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. Zo'r, qiziq oilaviy o'yinlar bo'ladi. Undan tashqari eng zo'ri Mashhur Muhammad kelib, sahnani jonli ijroda yorib yuboradi. O'zi, nima deganimni tushundingizmi? Tupoy deb o'ylayapsizmi meni? Ha, qani tupoy bo'lmasangiz bitta aytib beringchi. 6-iyun kuni Anhor bog'ida Markaziy Osiyoda birinchi marta Mashhur Muhammad shousi bo'lar ekan. Unda 100 kilolik popkorn qutisi, 1 milliondan ortiq popkorn va 3 metrli jo'xori donachasi bo'ladi. Hamma sovg'a egalarining tagiga raqamli chipta bekitilgan. O'shanda topgan qimmatbaho sovg'alarga popkorn idishlari topshiriladi va eng zo'ri kecha mehmoni popkorn shou jonli chiqishi bilan buzib yuboradi. Ha, onasini emsan. Popkornmi? So'z ko'raman hozir, tilimni qichitmagin. O'zingiz topdingizmi? Nimani? Tilingizni? Yo'q!